Nima qilib? Sog'ish jarayoni qanday ketyapti? Eng qizig'i bizga o'sha robot sog'ayotgani. Lazer izlayapti, yelimni topyapti. Bu bittani topdi. Bittani topdi. O'sha kutishxonasiga kirishadi. Undan keyin mana bu yopiladi va Ikkinchi jahon urushida yer bilan tekis bo'lgan mamlakat. Lekin kimga shunday molxonalar kerak bo'lsa, qancha yeydi bular endi deganingizga aytaman. Mana u xo'l massa. Bu xo'l massa 50 kilogacha mol 51-52 kilogacha yeydi xo'l massani. Endi quruq massa degan hisob kitobi bor. Chunki molni hisob kitob bilan oziqlantirmasangiz, u shunday yeydidan orqadan chiqarib yuboradi do'stlar. Shuning uchun quruq massasi 20 kilodan 25 kilogacha quruq massa oziqlanishi zarur. Bu degani 50 kilo berdingizmi, demak 20-22 kilogacha siz quruq massa yediryapsiz degani. Buni endi suvni doimo oldiga qo'yishingiz kerak. Aka, suvlar qayerda turibdi endi buni? Ichadigan suv doimo suv bo'lish kerakda molda. ichadigan suvlar har bitta gruppada, ya'ni 4 ta gruppamiz bo'lsa, har bittasi alohida, ya'ni kirorish eshigida va u yoq tarafda. Mana bu yerda ekan. Aka, men beringlar, men o'zim kirib shuni olib chiqaman shu yerda. Do'stlar, mana bu suvni ichadigan joyi ekan. Hozir ko'rsataman. Yo, bismillah. Mana. Suvlarni qarang. Suv doimo bo'lib turibdi. Endi ichiga sal ko'rgan bo'lsangiz, salgina ana uchun og'zidagi oziqalar tushadi. Lekin necha marta bir kunda necha marta tozalab qo'yasiz buni? Buni asosan boshqa, ya'ni bu yoqqa boshqa ishchilar tozalaydi, ya'ni haftada 1 marta yoki 2 marta asosan tozalanadi. Aka, shuni aytsangiz, nechta xodim ishlaydi shunday katta fermer xo'jalikda? Nechta moli bor? Asosan bu yerda sog'ishda, keyin ishlarni bajarishda, ya'ni undan tashqari yana mavsumiy ishlarda, ya'ni traktor haydovchi ishchilari bor. Taxminan 5 ta, 6 ta, taxminan. Taxminan 5-6 ta odam, nechta mol? Sog'iladiganlar 400 ta oshiq, 450 ta, 400 ta. Keyin boshqa yana og'ili bor. U yerda ya'ni xunajinlari bor, ya'ni homilador xunajinlar va ular ham chiqsa kerak 100 tacha, 100 ta atrofida chiqadi. Umumiy holatda 500-600 ta mol bor ekan do'stlar. Endi mollar qarang. Operator. Mollar endi o'zi ketmoqda. Asosda sog'ish boshlandi shekilli. Xuddi shunday. Sog'ish boshlandi. Hozir kirishlarni ko'ramiz. Endi kirib boshlaydimi birlar o'zlari yoki? Birdan o'zlari kirishadi. Ya'ni o'sha kutishxonasiga kirishadi. Undan keyin mana bu yopiladi va sekin surib boriladi. Молодец. Akalar, kimga shunday molxonalar kerak bo'lsa, tagga yozib qo'y aka. Nasib qilsin deb yozing. Xudo xolasa yaxshi niyat nasib qiladi do'stlar. Harakat qilsanglar, harakat qilsam, shu nemislar ham harakat qilib Ikkinchi jahon urushidan chiqib butun dunyoni egallagan mamlakat hisoblanadi. Ikkinchi jahon urushida yer bilan tekis bo'lgan mamlakat. Lekin shu harakat qilib, mehnat qilib bitta narsa ayting. Bularning mehnat sistemasiga kirishishingiz qanday bo'ldi? Qiyinchilik? Qiyinchilik unchalik bo'lmadi, chunki o'zim qishloqda katta bo'lganman. Ya'ni mollar bilan ishlash bu menga. Yo'q, lekin bularning sistemasi bor. Integratsiya, mehnat integratsiyasiga qanday bir moslashishingiz qiyinchilik bo'ldimi? Menda qiyinchilik bo'lmadi, lekin bu yerda shunday tizim bilan, ya'ni kundalik ishingizni bajarishingiz kerak. Ya'ni sizga berilgan topshiriq bor, shuni qilishingiz kerak bo'ldi. Sizdan ortiqcha narsa talab qilinmaydi. Kuniga 8 soat, 8 soat shuni sizga berilgan ishni bajarasiz, tamom. Do'stlar, endi darsda davom etamiz. Sog'ish jarayoniga kirayotgan mollarni va sog'ish jarayonini bitta ko'rib o'tib, keyin biogazga o'tamiz va uning siloslarini olamiz. Dalchi, xudo xolasa davom etamiz do'stlar. Ketdik. Buzoqlarni qarang, buzoqlarni. Mana bu yashil nimaga qilib qo'ygan yashilni? Bularda shox kuydirilgan. Shox kuydirilgan. Kuydirilgandan keyin bu o'sha bakteriyalarga qarshi o'zini maxsus sprey sepilgan. Qarang. Mana bu somon. Va ichida omiqda yem va minerallari ham bor. Somon nimani beradi? Bular quruq sut ichadi. Kuniga quruq sut 5-8 litrgacha ichadi. Endi mana uni ham suvni ham qo'yib qo'ygan yoniga. Oziqasini ham qo'yib qo'ygan. Somon nimani beradi? Bu oshqozoni shakllanyapti buni. Qovush qaytarishini va boshqalarni
yaxshilab futur aufnahme fazaga o'tkazishga yordam beradi. Ya'ni oziqlanish fazasiga o'tishga yordam beradi bu. 1 2 3 4 5 ta. 1 2 3 4 5 6 7 ta. 7 kara 5 35. 35 ta buzoqqa shunaqa ixcham zo'r qilib joy qilib qo'yibdi. Bu sovqatmaydimi deydigan akalarga aytamiz. Germaniyada sovuq ham bo'ladi, issiq ham bo'ladi. Lekin mol tabiatda joylashgan, tabiatni jonzodi. Bu sovuqqa ham, issiqqa ham immunitet hosil qiladigan jonzot. Shuning uchun o'ylanmaslik kerak, ustini yopib chiroyli qilib mashina qilib qo'ysangiz ham bo'lar ekan. Lekin bizning iqlimda soyaga qo'yish kerak, metal qiziydi baribir, tepasi qanday jihozlangan, tepasida o'sha o'zimizda alkafon bor, keyin metal bilan aylantirib qo'yibdi, yoni ham alkafondan, tagi ham, orqasi ham. Modern. Do'stlar, endi sog'ishni ko'ramiz. Sog'ish jarayoni qanday ketyapti? Eng qizig'i bizga o'sha robot sog'ayotgani. Islom tez yuring. Qarang, molni sog'ishini qarang endi. Aylanib sog'ayapti-da, aylanib. Ne kelyapti? Endi mana eng qizig'i qanday lazerlar qanday ishlayapti, qani? Keling qani. Qara, mol kiryapti. Endi mana lazerda. Mana o'chib yonyapti. Demak, lazer yonyapti degani. Yonyapti. Bor, ya'ni lazer izlayapti, yelimni topyapti. U bittani topdi. Ikkitani topdi. 3 tani topdi. 4-sini ham topdi do'stlar. Ko'ryapsiz, qani? Endi buni sog' qoldi, chunki yelim to'ldi hozir. Nima qilib ishsa bo'ladi do'stlar? Nima qilib? Issiqna suv. Mollarni kirib kelishi o'zini ko'ryapsiz. Boya ko'rgan joyimizni qarang endi, ham to'ldi-ku bu yeri. Molni o'zi bironta haydab kelgani yo'q, molni o'zi kelyapti. Bu adaptatsiya bo'lgan mollar. Bu yelimi to'lib, sog'diraman deb turib, mana peshanangga kelyapti. Sog'diryapti keyin. Robotlar ham erinmasdan sog'yapti. Endi boks qilib sog'yapti. Qaranglar, boks qilib sog'ayotgani naryoqda ana u itarib kelyapti. O'rtadagi temir bitta boksda ajratdi. Narigi boksda boshqa turdagi mollar kelib sog'diradi. Xullas shunaqangi zo'r molxona, sizga gap yo'q. Men bu yerda endi qaysi qancha berayotgan ko'rsatib turaman. Nima qiladi bu yerda? Bu yerda monitor, ya'ni shu yerda nazorat qilinadi. Ya'ni har doim borib kelib kuzatmaysizda, shu yerdan kuzatasiz. Qaysi biri? Mana bu sog'ish jarayoni, ya'ni bu chashkalari bor, ya'ni shu mol yeliniga qo'yiladigan chashkalar, ya'ni bu jarayonda, ya'ni ishlamoqda, ya'ni qo'yilmoqda. Bulari bo'lsa, o'zi tayyor, sog'ish jarayonida. Bulari bo'lsa, ya'ni bular tayyor. Ya'ni sog'ilib bo'lindi. Bu yerda ko'rishingiz mumkin necha foiz qancha bugun ertalab qancha sut bergan, bugun hozir qancha sut berdi. Ya'ni hammasini kontrol qilib 21 kilo, 18 kilo. Eng ko'p qaysi beryapti hozir? Shuni ko'rsa bo'ladimi? Albatta ko'rsa bo'ladi. Ya'ni xo'sh. 22 kilo 20 kilo o'rtacha hisobda 30 kilo, ya'ni sut beradi. Bir kunda bitta mol. O'rtacha hisobda, ya'ni 30 litr sut olyapsiz. Sutni qanchadan sotadi? 40 sentdan sotadi. Kuniga ertalab kechqurun 10 tonna sut oladi. 10 tonna sut 40 sentdan sotsa, bu degan qancha bo'lyapti? 4000 bo'lyapti, 40000 bo'lyapti. 4000 euro. Do'stlar, ko'ryapsiz, soqqani qiladigan nemislar. Endi keyingi bokslarga o'tamiz.